Assalamu alaykum, keng ko'rurmanlar. Tuvanda men sizlarga mushu diqqatni yig'ish orqali bu qo'shiqni to'g'izishni sizlarga so'zlab bermoqchi. Anda bo'lsa, nima uchun bu qo'shiqni to'g'izimiz degan vaqtida bu qo'shiqni to'g'izish orqali biz o'zimizning diqqatni yig'ilmaganligini bilish uchun bu qo'shiqni to'g'izish mashqini sizlarga o'qitaman. Her qaysimiz bilimiz köpünçe balalar ögünüş qilgan chaq diqqatimni yig'olmadim deydigan ahvollarni nihoyat jiq anglaymiz. Andaq bo'lsa, nima uchun diqqatini yig'olmaydi? Uning kallasida nurg'ulg'an xiyollarni qilgan bo'lishqa, u diqqatini yig'olmaydi. Biz mush balalarninki aqliy qobiliyatini, tutib olish qobiliyatini yuqori ko'tarish uchun jiqroq xotir qoldiray desa, bu diqqatni yig'gandan keyin mushu asli tutish qobiliyatini yuqori ko'targili bo'ldi. Bu qo'shiqni chaplashning hech qanday ahamiyati yo'q. Ammo buni chaplash orqali o'zimizning mushu diqqatni yig'ilmaganligini mashq qilish uchun o'gitaman. Anda bo'lsa, bu 3 tal qo'shiq keldim. Bu odatdagi biz tomoq yeydigan temir qo'shiq bo'lib, anda bo'lsa bu ikki inimizga bu ikki inimiz buni ko'rib baqsa, buningki rost temir yoki temir emasligini, anda bo'lsa siz bir ko'rib baqsangiz. Ana çırak yakılana. Ana siz bir görüp baksanız. Ana bolsa, bunu mu görüp bakın? Rast gedin, ha? Sizin bir qanamsini bir tekshirib baksanız. Bu bir alayda sırlıq iş emese, adam diqqatini jiqqa vaqtidilam bu tümür turdu. Odatda telefonlarni yoki şu pul aldığan kartlarını, işik açıdığan kartlarını mı çaplap sınaq qilib baqsanglar bo'ldi. Bu alayda sirliq narsa emas. Demek biz diqqatni yig'ish uchun, mashq qilish uchun bu usullarni qo'llanib arqaysanglarga bu mahoratni o'rgatib qo'ymoqchi. Anda bo'lsa, bu qo'shiq qanday qilganda turdi degan vaqtda oldi bilan diqqatni yuksak darajada yig'imiz. Adam sagak holatda diqqatning doirasi shu ko'p xil g'idiqlashlar orqali yoyma shakllik bo'ladi. Gipnoz altida bo'lsa, yakka qartilgan bo'lib, yakka g'idishlar diqqatning tarqalishi bu xuddi bir nihoyatda muntazam bo'lgan, kichik bir doirada bo'lgan bo'ldi. Mushu qo'shiqni biz diqqatning doirasini nihoyat kichik bir akaga vaqtida anadan keyin bu qo'shiqni to'g'iza olamiz. Men tuvanda sizlarga yana davomli qo'shiqni to'g'izib beraman. Qo'shiqni to'g'izishdan burun oldi bilan yana qo'saq, kindik, ko'krak orqali cho'nqur nafasni ilib, nafas mushu kanaga taqishib turgandan keyin nafas olmasam chidayolmadim degan vaqtga qadar nafasni ip bo'lib, asta-asta nafasni pastga chiqaramiz. Nafasni odatdagi elish bilan, odatdagi qonuniyatlik elish bilan nafasni cho'nqur elish bu ikkisining nihoyat farqi bor. Biz cho'nqur nafas olgan vaqtimizda miyamizga oksigen to'liq yetishib bergan bo'ldi. Shu vaqtda biz miyamizningki nihoyat tinish, miyamizning nihoyat tinish, rohat holatga kelganligini his qila olamiz. Anda bo'lsa, men sizlarga yana shu mashq usulini sizlarga o'rgatib qo'yay. Anda bo'lsa, bu ishkanlarni 3 qatim nafasni ilib chiqasanglar. Asta-asta nafasni ilib, asta-asta chiqarsizlar. Hazır men diqqatimni butunlay yig'ib, o'zimning kayfiyatini tanishib oldim. Undaq bo'lsa, men shu qo'shiqni sizlarga to'g'izib ko'rsatib beray. Undaq bo'lsa, qo'shiqni to'g'izishning usullari intayin ko'p. Biz shu yana chikki to'mirlarimizga chaplab turibmi, yana to'g'iza olamiz. Ana bo'lsa, yana davomli ko'ringlar.
Болды, ya, мынау. Оныңдан башқа, yana мұшу қолымыздыңки мұш бегішіға тоғызыш арқылық му бұны тоғыз алаймыз, а? Buningda haliqi diqqatni uzaqroq jiqqa vaqtida anandan keyin texmi turdi. Yana birisi o'g'illar bo'lsa, yana shu bilaklarga to'g'izish orqali ma usullarni qo'llansanglar, diqqatinglarni nega markazlashtirsanglar, qo'shiq shu yerda turaverdi. Uningdan boshqa ma peshonamizga to'g'izga vaqtidami yana turdi. Muşunun o'xshash qaytib ketgandan keyin mushunda mashq qilsanglar bo'ldi. Qani, siz sinab boqamsiz? Mesga qarab. Peshonangiz bir aytdi tan. Peshonangiz ustura qildi. Mezga qarab turing. Ana bo'lsa, men sizga qo'shiq tu deb ishorat beraman. Qo'shiq tur. Butun diqqatingizni chekiringizga markazlashtiring. Hozir bu qo'shiq tu de. Ko'zingizni ochsangiz bo'ldi. Anda bo'lsa, men siz sinab boqamsiz? Bo'ldi. Siz qaysi usulni ayza qarab. Siz qaysi yaqinroq turing. Siz qaysi usulni qo'llanmoqchi? Bo'ldi, chaplang. Bunu demsə, bu yerdə bu inimiz nəhayət tezlam ögünüb aldı. Bu inimiz bolsa ögünəmidi. Bu nimişqa diqqətni bütün çikisiga markazlashtirolmaganligi uchun o'rganmay qoldi. Ammo buni o'rganish uchun bu bir mahorat ketadi, buning vaqt ketadi. Shundan qaytib ketgandan keyin davomli mashq qilsangiz cho'qim o'rganib ola olasiz. Sizning o'rganishingizga tilakdoshlik bildirma. Andaq bo'lsa, mushu xil usulni o'rganish orqali nimaga erishdik desanglar, erishmoqchi. Mushu xil usulni o'rganib nimaga erishmoqchi desanglar, bizningki mushu turmushimizda nihoyat chechilang'u kishilar, achchiq yomon diqqatni yig'olmaydigan yoki tashvishlanadigan yoki ba'zi xamush kasalliklarga giribdor bo'lganlar, turmushdan bezor bo'lganlar, oldi bilan hayotga kulib qarab, dunyoni go'zal desak go'zal, razil desak razil. Shunga dunyoga kulib qarashni o'rganib, onundan keyin uyda jimjit o'tirib o'zimizning qalbini, ruhini paklab, shu orqali shu diqqatni jiqqandan keyin, xotirjam bo'lgandan keyin bu diqqatni jiqilib bo'ldi. Anda bo'lsa biz shu cheklik hayotimizda nurg'unlagan yaxshi ishlarni qilish uchun biz oldi bilan xalqimiz uchun yaxshi ishlarni qilish uchun oldi bilan biz diqqatimizni yig'ib, undan keyin nurg'unlagan kasblarga, o'rganishga va yoki nurg'unlagan tillarni o'rganishga, nurg'unlagan bilimlarni egallash uchun bizning hammamizning diqqatimizni yig'ishga foydasi bo'lganligi uchun men sizlarga bu texnikani o'rgatib qo'ydim. Amniyatda bu bir alohida sehrgarlik yoki boshqa narsa emas, faqat biz diqqatni jiqqandan keyin bu qo'shiqning turdiganligini sizlarga tushuntirib qo'ymoqchi. Qo'shiq tug'andan keyin maqsad bu qo'shiq tug'unimiz diqqatni yig'olganligimiz uchun tug'anlikni isbotlab turdi. Qandaqdir bu bir sehrgarlik yoki boshqa bir alohida mahorat emas.